Chaqalog'im 1-2 oylik vaqtida bosh shunaqa kirga o'xshagan narsaga to'lib ketdi. Har xil narsa qilib ko'rib, amallab top-toza qilib oldim. Izlanib ko'rdim. Bu narsa inglizchada cradle cap deyilar ekan. O'zbekchada qanaqa bo'ladi topolmadim. Har qalay qasmoq emas, chunki bu tozalamagandan kelib chiqadigan narsa emas. Cradle cap 3 oylik chaqaloqlarning 70% da uchrar ekan va hatto tozalamasangiz ham o'zi yo'q bo'lib ketar ekan. Doktorlar odatda hech nima ishlatishni maslahat berishmaydi. Amerikada aynan cradle capni yo'q qiladigan vositalar bor. Men birinchi o'rinda yog'lab, keyin yumshoq taroqchada tozalashni sinab ko'rdim. Oddiy taroqchada ham tarab ko'rdim, lekin ketkiza olmadim. Keyin shunaqa mayda tishli taroq olib tozaladim. Avvalo yog'lab 2 soatga qoldirdim. Mayda taroqda yaxshilab tarab, yumshoq taroqchasida tarab chiqarib tashladim. 3-4 kundan keyin yana paydo bo'ldi, yana tozaladim. 4 oylikdan keyin esa o'zi chiqmay qo'ydi. Agar 1 yoshgacha yo'qolib ketmasa, doktorga ko'rsatish kerak ekan. Sizni farzandingizda ham cradle cap bo'lganmi? Tozalaganmisiz yoki o'zi yo'q bo'lishini kutganmisiz?